Ko'pchilik kutgan Eron g'ishtlarimiz yana bir navbatdagi partiyasi keldi. Bir emas, ikki emas, birdan 3 vagon keldi. Azizlar, yaqinroq keling operator. Ko'rib turganingizdek, Erondan yana bir navbatdagi g'ishtlarimiz kirib keldi. Fasad uchun Eron g'ishtlari mana anaqa orqalarida original yozuvlari bor. Xo'p, do'stlar, g'ishtlar haqida ma'lumot beraman. G'ishtlarimiz razmeri 5,5 ga 20, 1 kvadratiga bu g'ishimizdan 85 dona ketadi. Hozir kundagi narxi donasi 1700 so'm. Azizlar, bu primoylari. Undan tashqari eshik derazalari uchun spesial uglovoy elementlari ham bor. Hozir kundagi narxi uglovoy elementimiz donasi 3,5 ming so'm. Azizlar, uglovoy elementimizning 1 pagonometriga 18 ta ketadi. Primoylarimiz esa 1 kvadrat metrga 85 dona ketadi. Bular haqiqiy pishgan keramika g'isht bo'ladi. Azizlar, buni ko'pchilik samarqandliklar, undan tashqari hozir boshqa viloyatlarga ham bu g'ishtlarimizdan yetkazib beryapmiz. Kafelni kleylar bilan fasad qismlaringizga terib, orqasini rastvor ko'pchilik zalivat qilishadi. Xo'p, sariq g'ishtimiz bu sariq rangi, undan tashqari bizlarga skladimizga qizil rangi ham nalichida bor. Xohlasangiz primoyli, xohlasangiz ugullari. Qizil ranglari esa donasi primoylari 2000 so'm, ugullari 4000 so'm bo'ladi. Xo'p, g'ishtimiz haqida yana ma'lumot beradigan bo'lsam, mana shu korobkalarga bo'ladi. Bir korobkasiga 60 ta dona keladi. Ugullarimiz esa mana shu ugullarimiz mana bularning bir korobkasiga 40 dona bo'ladi, azizlar. 40 dona bo'ladi uglovoy elementlarimiz. Buni ham sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Mana eshik derazalaringiz uchun bu uglovoy element, azizlar. G'ishtchalar lekin chotki, idealni, geometriyasi chotki. Mana shunaqa upakovkalarga mana ko'rib turganingizda bironta ichiga sinig'i ham yo'q. Hozir men anaqa primoylarini ham ochib ko'rsataman. Mana bu primoylari mana. Bularning ham ichiga bironta sinig'i ham bo'lmaydi. Oralarida esa mana bunaqa korobkalari ham bo'ladi. Lablari chizilmasligi uchun. Azizlar, birinchi qo'l optim narx, pastga raqamlar qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. G'ishtlarimiz hozircha nalichiga bor. Agar bo'lmasa, yana keyingi haftalarga yana g'ishtlarimiz kirib keladi. G'ishtlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz, faqat yetkazib berish alohida bo'ladi. Bizlar moshin topib beramiz. Shu qaysi viloyatdan bo'lsangiz, o'sha shofir bilan kelishingiz yo'l kirosini shofirlar olib borib beradi. Yuklab berish bizlardan. Xo'p, azizlar, pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsAppimiz bor. Agar uzoq safarda bo'lsangiz, agar bemalol Telegram, WhatsApp orqali bog'lansangiz bo'ladi. Xo'p, videoni fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'yib, videoga bitta like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yangidan yangi videolar, mana shunaqa terilgan joylarni ham obzorni qo'yib ketamiz.